Assalomu alaykum. Bu Zoje brendiga tekin reklama. Xo'p, bu mashinamizni holatini ko'rib turibsizlar. Bu mashinamiz yonib ketgan mashina. Yonib, olovda qolib ketib, suv sepib, boshqa bo'lib, bu yoqdan olib chiqilgan o'sha xonadan, ichlariga suv kirib ketgan. O'sha mashinani olib kelganmiz biz. Ishlashmasiga biz kafolat berishmagan, o'zlari ham prosta zapchast hisobida olib kelamiz deb olib kelganmiz. Bu mashinani olib keldik. Bu joylarini o'zimiz ko'rib remont qildik. Mashinaning holatini ko'rib turishingiz mumkin. Mana yonib ketgan, mana kuygan joylari ham bor. Mana shu mashinkani olib kelib o'zimiz bir remont qilib tuzatdik-da. Bu mashinka yana ishlayapti. Hozir ishlashini ko'rishingiz mumkin. Mana yoqamiz, mashina yondi va mana boshqa pedali ham kuyib ketgan ekan, boshqa pedal qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin. Mashina ishlayapti. Zoje brendiga mana tekin reklama. Agar shu Zoje brendi ko'rib turgan bo'lsa, shu videoga like bosib, kommentariy yozib qo'ysa, juda ham xursand bo'lardik. Qaysi opalarimiz shu Zoje brendidan chevarlarimiz shu tikuv mashinani ishlatsa, tikuv mashina uchun, shu mashinani baquvvatligi va rosa ishbobligi uchun bitta like bosib, kommentariy yozib qo'ysalaring juda xursand bo'lardim. Mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.